Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, ayniqsa bizni kuzatib borayotgan muxlislar. Umid etaman hayot davomida quvonch lahzalari hech qachon unutmasin va mana yana ham hamishagidek biz bu kecha siz uchun video kliplarimiz davomida bu kecha ikki pahlavonni video klipini sizga tarqatmoqchimiz. Bu esa biri Gulbuddin Pahlavon va yana biri esa Mansur Pahlavon. O'zbekona urf-odatga ko'ra ikki pahlavon bir-birini qo'llarini tutib sinamoqdalar va biri belbog'dan tutdi va biri esa yanada ham uning kaftidan. Sizlar agar shunday videolar sizga yoqsa, hatman bizning safhamizga obuna bo'ling va bizni himoya qilish uchun safhamizni like qiling va kurash hayajon shaklida davom etmoqda. Menimcha kim desa Mansur Pahlavon va Gulbuddin Pahlavon. Qaviy haykal pahlavonlardan, lekin ikkovi ham ajraldi. Xo'p, hakamlar yoniga borib yanada ham qo'llarini ho'l qilib bir-biriga kelmoqchi. Hakamlar ham bularga nasihat qilyaptiki, kurash qoida va qonunlarini buzmang deya. Ikkovi ham bir-biriga qaratib sinasini qalqon qilib turyapti. Ikkovi yanada ham kelib yaqin kelishyapti va yanada ham bir-birini kuchini sinash uchun kurashlarga davom beryapti. Olishdi. Yana bo'lmadi deb o'ylayman. Bo'lmadi shekilli. Va yanada ham pahlavonlar bir-biriga qarashib, kuchini sinab, yaqasidan olishyapti. Yine olishdi ikki pahlavonimiz, bilmadim qaysi yiqitarida va qaysi esa yiqiladi va g'olib mag'lub kim bo'lishi ma'lum emas hozirgacha. Kurash davom etmoqda. Kurash musobaqasi o'zbek xalqining urf-odatiga ko'ra to'y marosimlarida davom etadi. Nima uchun deganda, o'zbek xalqida juda ham bir pahlavon kishilar ko'p o'tgan va shunga mos to'ylarda kurash musobaqasiga olishyapti ikki pahlavon. Xo'p, xalqlar ham juda ko'p, guruhlar ham jallobal to'y marosimida va to'y egasi esa bularga sovrin beradi hatman. Kim yiqitar ekan va kim yiqilar ekan. G'olib va mag'lub bo'lish hatman shart. Va ba'zi to'ylarda esa ikki pahlavon oraga chiqadi, lekin bir-birini xalqning ko'ziga to'rpoq urish uchun bir-birini yiqitmay maslahat qilib chiqadilar. Va buni nima deb o'ylaydi? Ammo bu ikkisi esa unday emas deb o'ylayman. Yanada ham pahlavonlar xalq ustiga boryapti. Nima uchun deganda, agar tomoshabinlar ustiga borsa, agar yiqitsa hisob bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Lekin mashaalloh, pahlavonimiz esa birini g'olib bo'ldi va yana biri mag'lub bo'ldi. Xo'bayzlar, kurash musobaqasining urf-odatiga ko'ra g'olib bo'lgan pahlavon boradi to'y egasi va mehmonlar oldidan sovrinlarni olib va yana ortga qaytadi. Umid etaman ushbu klip sizlarga yoqqan bo'lsa.